Bu darsimizda endi yugurayotganda chiqadigan particle effektni ko'rib chiqamiz. Demak, yugurayotganda xuddi yerdan chang chiqayotganga o'xshagan particle effekt chiqishi kerak bo'ladi. Buning uchun biza bu folderimizning ichida ikkita anaqa bor edi. Particle effect, bittasi bu explosion o'lganda, ikkinchisi bu yugurayotganda, ya'ni oyog'i yerga teganda chiqadigan particle effect. Senga tashlab olamiz. Va hozir bitta play qilib va buni playerga child qilib beramiz. Mana child qilib berildi. Transformni ko'rib chiqamiz. 0 bersak 0 0. Demak, ranglari menimcha yaxshi turibdi. Endi rotationni har kim o'ziga moslab o'zgartirishi mumkin. Demak, -90 y axis bo'yicha oldiga emas, demak orqaga chiqish kerak, to'g'ri. Z bo'yicha Z ham demak -90 bo'lishi kerak ekan. Mana set qilib oldik. Endi bu narsa qaraydigan bo'lsak, bu effekt bizda har doim chiqishi kerak emas. Misol uchun sakraganda chiqmasligi kerak. Qachonki player oyog'i yerga teganda chiqishi kerak. Demak, bunga ozgina kod yozishimiz kerak bo'ladi. Ushbu logikani amalga oshirishimiz uchun player controller skriptini ochamiz va bu yerda yana bitta particle e'lon qilib olamiz obyektini. Buni nomini dirt particle deb nomlaymiz. Xo'sh, bu partiklemiz qachon amalga oshishi kerak? Groundga tekkanda oyog'i, demak dirt particle play bo'ladi. Particlelarni ishlatish play metodini chaqirish orqali bo'ladi deb aytdik o'tgan darsimizda. Va uni to'xtatish kerak. To'xtatish, misol uchun obstacle ga tekkanda u to'xtashi kerak. Demak, dirt particle to'xtatish, uni to'xtatish stop metodini chaqirish orqali amalga oshiriladi. Dirt particle dot stop. Va yana biza qilishimiz kerak bo'lgan narsa sakragan holatda ham to'xtashi kerak. Demak, bu yerda ham dirt particle dot stop ni chaqirib qo'yamiz. Va save qilamiz. Endi ishlatib ko'ramiz. Play. Demak, endi qiladigan ishimiz bu yerda bitta narsa esimizdan chiqib ketibdi. Playerda mana dirt particle bermadik. Shuning uchun ishlamadi boya. Berib qo'yamiz. Va yana bitta muhim nuqta. Bu yerda mana dirt particle'imizda play on awake true bo'lishi kerak. Shunda playni bosishimiz bilan avtomatik tarzda ishlab ketadi. Playni bosamiz. Sakraganimizda mana chiqmayapti. Qachonki yerga teganda chiqyapti. Obstacle ga tekkanda ham hech qanaqangi qadamini tegidan hech qanaqa particle chiqmayapti. Demak, particle effektlarimiz to'liq amalga oshirildi. Keyingi darslarda endi sound effektlarni qo'shishi va ularni ishlatishni ko'rib chiqamiz.